Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfirah. Avvalan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz, Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga durudu salavatlarimiz, tahiyyat va salomlarimiz bo'lsin. Babus sudasi, ya'ni 6 talik hadis va hikmatlar bobi. Bu bobni ibtidosida Janobi Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallamni bir muborak hadis shariflarni keltiradilar. Qala an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallama sittatu ashya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni 6 ta narsa 6 ta joyda g'aribdir degan ekanlar. 6 ta narsa 6 ta o'rinda demak g'arib. Birinchisi al-masjidu g'aribun fima bayna qawmin la yusalluna fihi. Masjid g'aribdir namoz o'qimaydigan qavmning o'rtasida. Bir chiroyli qilib, nihoyatda go'zal qilib, hozirgi kunda masalan zamon talablariga javob beriladigan qilib qurib qo'yilgan, lekin 4 ta odam o'qiydi o'qisa. Shuna joylar ham bor. Bu taraflarga borib qolsangiz, imom, so'pi, yana bitta ikkita odam, katta masjid endi. Minglab odamlarni sig'diradigan masjidlarda namoz o'qiydigan odam yo'q. Demak, masjid g'aribdir dedilar, namoz o'qimaydigan qavmning orasida. Ikkinchisi val mushafu g'aribun fi manzili qawmin la yaqrauna fihi. Mushaf, Allohning kalomi, Qur'on g'aribdir bir qavmni uylaridagi u qavmda Qur'on o'qiydigan odam bo'lmasa. Ko'pchiligimizning uyimizda Qur'on bor. Qimmat, chiroyli, ajoyib tilloni suvlari yuritilgan, muqovalari ham, g'iloflari ham chiroyli Qur'onlarni qo'yib qo'yganmiz. Nimaga uchun qo'yganmiz? Uyimizni yasatgani qo'yib qo'yganmiz. Haliginaqangi mehmonxona, odam kiradigan joylarga chiroyli qilib bezatib qo'ygan. Ana ochib o'qimasa uni birodarlar haqiqatda tabarrukona qo'ysa yaxshi u, lekin u Qur'on yasatish uchun, qo'yib qo'yish uchun nozil bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'qishimiz uchun, tadabbur qilishimiz uchun, o'qib maoniylardan xabardor bo'lib, unga amal qilishimiz uchun Alloh taolo kalomini nozil qilgan. Uyimizni bezatib chiroyli qilgani emas. Demak, Qur'on, mushaf, Xudoning kalomi g'aribdir Qur'on o'qimaydigan kishilarning orasida. Uchinchisi val Qur'anu g'aribun fi jawfil fosiqi. Ana endi mana shu joyda birinchi mushaf dedik. Mushaf degani o'sha bizni uyimizda turgan Qur'onlar sahifa qilingan. Shuni otini nima deydi? Mushaf deydi. Endi qorilar yodlaganini Qur'on deydi. U qorilarning nimasida bo'ladi? Qalbida bo'ladi. Endi shu Qur'on, bir qorini qalbidagi Qur'on g'aribdir, u qori fosiq bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni fosiq degani amal qilmaydigan, e'tiqod qilmaydigan, Qur'onga ixlosi yo'q, muhabbati yo'q, lekin qori bo'lib qolgan. Qur'onga amali yo'q. O'qib amal qilmaydi. Ana shu qorini qalbidagi Qur'on ham nima ekan birodarlar? G'arib. Xo'p. Wal mar'atul muslimatu solihatu g'aribatun fi yadi rajulin zolimin. Muslima soliha ayol, Allohga, rasuliga itoat qiluvchi bir muslima ayol g'aribdir zolim kishining qo'lida.
o'zi muslima, soliha, Xudoning amriga, Rasulining amriga itoatlik ayoli, lekin eri zolim. Ana shu erni qo'lidagi muslima ayol ham nima ekan? G'arib, bu ham bechara. Sayyil xuluqi, ham zolim u er, ham xulqi yomon. Janobi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bir hadislari bor. Ahabbakum ilayya ahsanukum axlaqan dedilar. Sizlarning ichlaringizda menga eng mahbublaringiz, suyuklilaringiz, xulqi go'zallaringiz dedilar. Boshqa bir hadis sharifda esa xayrukum li ahlihi, sizlarning yaxshilaringiz ahli ayoliga yaxshi muomalada bo'luvchilaringizdir dedilar. Hop, varrajulul muslimus solihu g'aribun fi yadi imra'atin radiyatin sayyiatil xuluqi. Musulmon solih erkak kishi ham g'aribdir, pastkash, xulqi yomon xotinning qo'lida. Juda solih, ibodatlik, taqvolik odamu, lekin xotini shunaqangi pastkash, erga itoatsiz, xulqi ham yomon. Ana shuni huzurida demak, haligi kishi nima ekan? G'arib ekan, bechora. Oxirgisi val alimu g'aribun bayna qawmin la yastami'una ilayhi. Bir olim odam g'aribdir, bechoradir, uni tinglamaydigan qavmning ichida. Bir olim bor ekan, Alloh taolo ilm bergan ekan-u, lekin u qavm gapiga kirmaydi, quloq solmaydi. Ana shu olim ham nima? U g'arib, bechora deb hadis-i sharifda payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar va so'zlarini oxirida aytdilarki, innalloha taala la yanzuru ilayhim. Albatta Alloh taolo mana shu 6 nafarga yuziga ham qaramaydi qiyomat kunida rahmat nazari bilan degan ekanlar. Rahmat nazari bilan shu 6 ta toifa odamga Alloh taolo qiyomatda qaramaydi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب الدعوات. Yana hadis sharifda Rasulimiz aytadilarki, 6 ta kishini men la'natladim, Xudoyam la'natladi va har bir duosi ijobat bo'lgan payg'ambar ham la'natladi degan ekanlar. 6 toifa odamni Rasululloh ham la'natlagan ekanlar, Xudo ham la'natlagan va jamiki duosi ijobat bo'ladigan payg'ambarlar ham la'natlagan. Xo'p, ular kimlar ular desa, birinchisi az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Xudoning kitobiga, Qur'onga qo'shimcha kirgizuvchi kishi. Qur'ondan bo'lmagan narsani Qur'onga kirgizuvchi va Qur'oni Karimni Qur'onga nomuvofiq yo'sinda ta'vil qiluvchi odamlar. Qur'onda yo'q narsani Qur'onda unaqangi ma'noga ishora yo'q-u, lekin shunaqangi deb ta'vil qiladi. Hozir bugungi kunda shunaqa odamlar ko'payib ketdi, birodarlar. Umuman boshqa haqida u oyat karima, uni har bitta oyatni birodarlar sababi nuzullari bor, nimaga nozil bo'lgan, kimlar haqida, nima haqida, uni e'tiborga olmaydi-yu, oyatni zohiriga qarab turib, mana shunaqangi deyapti Xudo deydi masalan. Ana shu nima ekan? Qur'onga ziyoda qiluvchi kishilar. Buni birinchi Xudo va uning rasullari, barcha payg'ambarlar la'natlar. Ikkinchisi val mukazzibu bi qadarillahi ta'ala. Xudoning qadarini, qazosini yolg'onga chiqaruvchi kishi. Xudoning taqdirini, Xudoning qazoyi qadarini yolg'onga chiqaruvchi kishi. Uchinchisi val mutasallitu bil jabaruti. Ya'ni kibr bilan, qahr bilan odamlarning tepasidan rahbar bo'luvchi kishi. Rahbaru, lekin nima bilan? Kibr bilan, qahr bilan xalqni qiynab ana shunaqangi rahbarlik qiladigan kishini ham Xudo ham la'natladi va barcha payg'ambarlar. Fayu'izzu man azallahu Allohu ta'ala.
Endi u o'sha qahr bilan odamlarni tepasidan rahbar bo'lgan kishi nima qiladi? Xudo xorlagan kishilarni aziz qiladi. Ya'ni botil yo'ldagi odamlarni, nohaq yo'ldagi odamlarni ko'taradi, obro'sini aziz qiladi. Va yuzillu man a'azzahulloh. Alloh subhanahu va taolo aziz qilgan kishilarni, ya'ni ahli haq bo'lgan kishilarni haqiqiy Rabboniy olimlarni masalan nima qiladi? Xo'rlaydi. Ana shu kishini demak Xudoyam va barcha payg'ambarlar ham la'natladi. Undan keyingisi val mustahillu li haramillahi ta'ala. Xudoning haramlarini halol sanuvchi. Ya'ni Alloh taolo harom qilgan joylar, masalan Makka mukarrama, odam o'ldirish, gunoh ishlarni qilish nima? Harom u joyda. U joyda qilingan gunohning nimasi bu haramdan tashqarida qilgandan masalan 100,000 barobar ortiqroq bo'lar ekan. Bir rakat o'qilgan namoz 100,000 rakat namozdan afzal deganlar haramda, Masjidul Haromda. U joyda qilingan gunoh ham 100,000 barobar boshqa joydan ko'ra ortiqroq yuradi. Xo'p, val mustahillu min itrati. Mani zurriyotlarimni, mani qarindoshlarimni halol sanuvchi kishi ma harramallohu. Alloh taolo harom qilib qo'ygandan keyin. Ya'ni bu deganlari nima degani? Janobi Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallamning avlodlari, zurriyotlarini Alloh subhanahu va taolo ularda aziz qilgan, mukarram qilgan, ularga zulm qilishlik, ularga tarki hurmat qilishlikni Alloh taolo harom qilgan. Shuni halol sanuvchi nima bo'pti payg'ambar nevarasi bo'lsa deb shuna toifalar o'tdi-ku. Bor-ku mana shunaqa e'tiqoddagilar ham. Vattariku li sunnati va sunnatimni tark qiluvchi kishi. Bil i'rozi anha istighfofan. Salpamlab pisand qilmasdan sunnatlarimdan yuz o'giruvchi kishini ham Alloh taoloyu hamma payg'ambarlar la'natladi degan ekanlar. Namozni o'qiydi, teskari qarab chiqib ketaveradi sunnat o'qimasdan, tasbih o'girmasdan masalan. Fa innalloha ta'ala la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati nazarar rahmati. Albatta Alloh taolo mana shu 6 nafar kishiga qiyomat kunida rahmat nazari bilan boqmaydi deb marhamat qilgan ekanlar. وقال أبو بكر الصديق إن إبليس قائم أمامك والنفس عن يمينك والهوى عن يسارك والدنيا من خلفك والأعضاء عن حولك والجبار فوقك فإبليس لعنه الله يدعوك إلى ترك الدين والنفس تدعوك إلى المعصية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه aytgan ekanlarki, Iblis seni oldingda turadi. Nafsing o'ng tarafingda turadi. Havo esa, nafs va havo deb qo'yamiz, havo. U chap tarafingda turadi. Dunyo ortingda turadi. A'zolaring atrofingda turadi. Jabbor sifatli zot u tepangda turadi. Tepangda turadi deganlari makon bilan emas, ya'ni uni qudrati. Demak, bundan tushunib qolmaylikki, Alloh taoloning makoni bor ekanda, Alloh taologa makon nisbat berilmaydi. Mana hozir bugungi kunda o'sha salafiylar Xudo osmonda deb e'tiqod qilish kerak. Xudo osmonda deb e'tiqod qilish kerak deb shunaqangi da'volar bilan chiqyaptilar. Eshityapsizlar-a? O'zlaricha hujjatlar keltirib, hattoki birodarlar Imom G'azzolidek zotlarni jahliyot va vahmiyotda ayblayapti. U johillikda ayblayapti. U gumon narsalarni yozgan u kitobida deyapti. Oxirida o'zi ham pushaymon bo'lib, hadis kitoblarini quchoqlab xor bo'lib o'lgan deyapti masalan. Imom G'azzolidek zotlarni shuna deyapti. Alloh taologa makon nisbat qilinmaydi. Alloh hamma joyda, har on, har vaqt hozir va nozir. Alloh taologa makon isbot qilinmaydi. Demak, jabbor sifatli zot ustingda degani, ya'ni qudrati uni. Xo'p, endi Iblis alayhi la'na, Alloh uni la'natlasin,
seni chaqiradi, chorlaydi dinni tark qilishlikka. Iblis oldingda turadi dedilar. Demak, nimaga chorlar ekan? Doim iblis dinni, shariatni tark qilishlikka chorlaydi. Nafs esa tad'uka ilal ma'siyati, sani gunohlarga, ma'siyatlarga chorlaydi. Wal hawa yad'uka ila shahawati, havo esa seni shahvatlarga, ya'ni ko'ngil mayllarini qilishlikka chaqiradi. Dunyo esa seni uni ixtiyor qilishligingga, dunyoni oxiratdan ustun qo'yishligingga dunyo chaqiradi, seni chorlaydi. Wal a'za'u tad'uka ila zunub, a'zolaring esa seni gunohlarga chorlaydi. Wal jabbaru, jabbor sifatli zot esa yad'uka ilal jannati wal maghfirah, seni jannatga va o'zidan bo'lgan mag'firatga chorlaydi, chaqiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ulaika yad'una ilan nar, ular do'zaxga chaqiradilar, chorlaydilar. Vallohu yad'u ilal jannati wal maghfirah, Alloh esa jannatga va mag'firatga chaqiradi, chorlaydi deb marhamat qiladi. Endi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadilarki, faman ajaba iblis, kim iblisning chaqirig'iga ijobat qilsa, shariatni tark qilishlikka chaqirarmidi iblis? Zahaba anhu din, undan din ketadi, shariat qo'ldan ketadi. Va man ajaba nafsa zahaba anhu ruh, kim nafsning xohish istaklariga, nafsning chorlovlariga ijobat qilsa, chaqiriqlariga, undan ruh ketadi, ruhoniyat undan ketadi. Va man ajabal hawa zahaba anhu al-aqlu, kim havosiga ijobat qilsa, chaqirig'iga labbay desa, undan aql ketadi. Xo'p, va man ajaba dunya zahabat anhu al-akhirah, kim dunyoning chaqirig'iga ijobat qilsa, labbay desa, undan oxirat ketadi. Kim a'zolarining chaqirig'iga ijobat qilsa, zahabat anhul jannatu, undan jannat ketadi deb marhamat qilgan ekanlar. Mana shu joyda Janobi payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir hadislarini ilova qiladilarki, kitobning shorihlari janob aytadilar: "Ma min abdin illa walahu bayton." Dunyoda biror bir banda yo'qki, magaram hammasini ikkita uyi bo'ladi. Baytun fil janna, jannatdan bitta uy bo'ladi, va baytun fin nar, do'zaxdan bitta uy bo'ladi dedilar. Kofirmi u, musulmonmi, yahudmi, cho'rchotmi, hammasini banda borki ikkita uy bor, jannatda va do'zaxda. Fa ammal mu'min, ammo mu'min kishi fayabni baytahu fil janna, solih amallari bilan, toat ibodatlari bilan jannatdagi uyini bino qilaveradi. Siz dunyoda turib, toatingiz, ibodatingiz bilan nima qilasiz? Jannatdagi uyingizni barpo qilasiz. Va yahdimu baytahu fin nar, do'zaxdagi uyini esa buzadi. Gunoh qilmaysiz, toat ibodat qilganingizdan keyin jahannamdagi uyingiz otashi, do'zaxdagi uyingizni buzasiz. Ammo kofir odam dedilar, fayahdimu baytahu fil jannah, jannatdagi uyini buzadi-da, do'zaxdagi uyini bino qiladi dedilar Imom Daylami rivoyatlari. Va man ajaba Alloh taala zahabat anhu as-sayyi'at va nala jami'al khayrat. Kim endi Allohning da'vatiga ijobat qilsa, Alloh jannatga, mag'firatga chaqirarmidi, chorlarmidi? Kim Allohning da'vatiga ijobat qilsa, undan hamma gunohlar ketib, banda jamiki yaxshiliklarga nima qiladi? Ega bo'ladi, jamiki yaxshiliklarga erishadi deb Janobi payg'ambar alayhisolatu vassalomning eng buyuk sahobalari, bashariyatning Rasulullohdan keyin eng afzal kishisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shunday marhamat qilgan ekanlar. Va qala Umar roziyallohu anhu: "Inna Alloha katama sittatan fi sittatin, katama ar-rida fi ta'atin." Ya'ni Umar roziyallohu anhu aytadilarki, Alloh taolo 6 ta narsani
6 ta narsani ichiga yashirib qo'ygan. Birinchisi o'zining roziligini toat ibodatlarning ichiga yashirib qo'ygan. Qaysi birida Xudoning roziligi borligini bilmaymiz. Shuning uchun hech bir toat ibodatni birodarlar kichina bo'lsa ham biz kichina sanamasligimiz kerak. Hattoki Janob payg'ambarimiz aytadilarki, la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Yaxshiliklarni hech birini kichik sanamagin dedilar. Garchi birodaringning paqiriga o'zingning paqiringdagi suvdan quyib berish bo'lsa ham, shu ham yaxshilik, shu ham savobli ish. Shuni ham kichik sanama, shuni qilaver. Yo bo'lmasa mana hadis shariflarda keladi, bitta chanqab turgan itni sug'arib qo'yganligi uchun jannatga kirib ketdi dedilar. Hadis sharifda aytadilar. Yoki odamlarda yo'lida turgan o'sha bir tikonni shoxda olib tashlaganligi uchun Alloh taolo jannat berdi deydilar. Demak, qaysi bir toatning tagida, yaxshilikning ostida Xudoning roziligi yotganligini birodarlar siz bilan biz bilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo o'zining roziligini toatlarni, ibodatlarni ichiga yashirib qo'ydi. Nimaga? Odamlar jiddiy jahd qilsinlarki, hamma toatlarni qilishlikka. Umid qilib, o'sha Xudoning roziligi yashiringan toatni qilib, Xudoning roziligiga erishib ketaman deb qilaversin hamma toatni. Shuning uchun. Xo'p. Ikkinchisi vakatamal g'adaba fi ma'siyatin. Alloh taolo o'zining g'azabini gunohlarning ichiga yashirib qo'ydi. Nimaga? Liyajtanibahan nasu khashyatal wuqu'i fihi. Chunki odamlar o'sha bir gunohni qilsamu unda Xudoning g'azabi bo'lsa, shu g'azabiga duch kelib qolmaydi deb qo'rqib, gunohlarda hammasini tashlashliklari uchun. Shuning uchun deyaptilar kitobning shorihlari, fala yajuzu li shakhsin an yahqira ma'siyatan. Biror bir kishiga joiz bo'lmaydi bir gunohni kichik sanashligi. Garchi u o'zini nazdida kichkina bo'lib ko'ringan bo'lsa ham, odamlar zino qilayotibdi, so'kinsam nima bo'pti? Odamlar odam o'ldirayotibdi, bir mush qo'yib qo'ysam nima bo'pti? Demasin. Balki o'shanda Xudoning g'azabi yashiringandir. Hop, va katama laylatal qadri fi shahri Ramazon. Va Alloh taolo Qadr kechasini Ramazon oyining ichiga yashirib qo'ydi. Nimaga? Odamlar Ramazon oyining har tunlarini bedorlikda o'tkazishga harakat qilmoqliklari uchun. Chunki Ramazon sharifda bilasizlar, qilingan nafil ibodatlarning savobi boshqa oylardagi farzli savobidaqa bo'ladi. Nafil ibodat qilasiz, boshqa oylardagi farzga beriladigan savobni Alloh taolo ajrni sizga beradi. Hadislarda shunday keladi. Imom Naxoiy aytadilarki, rak'atun fihi afzalu min alfi rak'atin fi g'ayrihi. Ramazon oyidagi bir rakat o'qilgan namoz deydilar, boshqa oylarda o'qilgan 1000 rakatdan afzal. Ramazon oyida aytilgan birgina tasbih boshqa oylardagi 1000 ta tasbihdan afzaldir deydilar. Ana shuning uchun Alloh taolo Qadr kechasini Ramazonning kechalarini ichiga yashirib qo'ydi. Odamlar g'aflatda qolmasdan har kechasini bedorlikda ibodat bilan o'tkazsinlar. Shoyat shu Qadr kechasiga erishib qolsam, shunga ro'para bo'lib qolsam deb umid qilishlari uchun. Xo'p. Va fi hadisi Tabarani marfu'an ila Rasululloh sallam inna man zana fihi aw sharaba khamran la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mislihi min al-hawli thani. Ramazon sharifda birodarlar qilingan gunohlar ham og'ir bo'lar ekan boshqa oyga qaraganda. Albatta kim bu oyda zino qilsa dedilar, Ramazonda zino qilib qo'ysa yoki Ramazonda xamir ichsa, aroq ichib qo'ysa, Alloh taolo uni la'natlaydi. Osmondagi tamomiy mahluqot, mavjudotlar, farishtalar uni la'natlaydi, hatto kelgusi Ramazon kelguniga qadar. Kelasi Ramazon kelgunga qadar Xudo ham la'natlaydi,
osmondagi barcha Xudoning yaratgan mahluqotlari, farishtalar hammasi nima qilar ekan? La'natlar ekan. Shuning uchun bu oyda birodarlar, mana Ramazon sharif oylari kirib kelyaptilar. Gunoh qilishlikdan o'ta ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Endi fa inna man mata qabla an yudrika Ramazon falaysat lahu indallohi hasanatun yattaqi biha an-nar. Kimiki deyaptilar, Ramazonda hop zino qilibdi yo ichib qo'yibdi, keyingi Ramazon kelgunga qadar tavba qilmasdan o'lib qolsa, Xudoning huzurida uni do'zaxdan saqlaydigan hech narsa bo'lmaydi. Ramazonda amalekin nima edi birodarlar? Enasiga yotib qo'ygan bo'lsa bir kishi tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi-da. Hop, o'tgan Ramazonda gunoh qilib qo'ydi. Endi mana bu yil Ramazonda Alloh taolo musharraf qilyapti ekan. Shu Ramazonga yetib Ramazonda tavba tazarru qilib qolsa, Xudo gunohini kechiradi, va'da bergan. Lekin Ramazonga yetmasdan o'lib qolsa deyaptilar, Xudoning huzurida uni do'zaxdan saqlaydigan hech narsa bo'lmaydi. Fattaqulloh fi shahri Ramazon. Shuning uchun Ramazon oyida Allohga taqvo qiling. Chunki bu oydagi hasanotlar, yaxshi amallar boshqa oylardagi yaxshi amallardan ko'ra uning savobi ko'paytirib beriladi. Xo'p. Va katama awliyahu baynan nas. Va Alloh taolo o'zining avliyolarini, ya'ni do'stlarini odamlarning ichiga yashirib qo'ygan. O'zingni bilsang, o'zgani sher bil degan eskilarimizning gapi bor-a. Hech bir odamni birodarlar o'zingizdan past sanamang. Balki shu Xudoning do'stidir. Uni bilmaysiz. Xudo nimaga yashirib qo'ygan? Qudsiy hadislarda keladi. Avliyoi tahta quboi deydi Alloh taolo. Avliyolarim meni qalpog'imni tagida deydi. Ya'ni bu degani Alloh taolo bu narsalardan munazzah zot. Ya'ni men yashirib qo'yganman ularni. Odamlar ularni bilmaydi. Siz eng yetib borgan iflos bu odam, shu chataq odam bu degan odamingiz Xudoning do'stidir. Uni bilmaysiz. Shuning uchun har kimni birodarlar ko'rsangiz, o'zingizdan ortiq ko'ravering. Shu Xudoning do'stidir. Shu mendan Allohga mendan ko'ra yaqinroqdir deb bilavering. Chunki Alloh taolo o'zini avliyolarini odamlarning ichiga yashirib qo'ygan, oshkora qilmagan. Nimaga? La kayla yahtaqiru ahadan minhum. Odamlar ularni haqir sanamasinlar. Va kay yatlubu du'a minhum raja'an an yusadiful waliyya fala yajuzu lis-shakhsin an yahqira ahadan minan nas. Mana shorih ham aytibdilar, biror bir kishiga joiz emas odamlarning birortasini past sanashligi. Chunki u odam bilmaydi, shu o'zi past sanab turgan odam Xudoning avliyolaridan bir avliyodir balki. Yuqorida aytgan gapimiz. Shuning uchun hech kimni birodarlar past sanab, u mendan ibodat kam, mendan ko'ra keyin hidoyatga kirgan, bu kim bo'pti demang. Xudoga yetishib qolgan bo'lsa, duosini olavering kim bo'lsa. Ajab emas, Xudoning do'sti bo'lsa, ijobat duosi. Haqingizga duo olavering. Alloh qabul qilsa, albatta manfaat va vakatamal mauta fil umr. Va Alloh taolo o'limni umrning ichiga bekitib qo'ydi. Uni qaysi kun, qaysi vaqt kelishligini Alloh taolo aytmadi, balki hayotingiz ichiga yashirib qo'ydi. Nimaga? An yasta'idda lil mauti fi kulli vaqtin. Banda har onda, har vaqtda o'lim uchun tayyorgarlik ko'rib hozir bo'lib tursin. Farubbama, chunki o'lim insonga to'satdan kelib qoladi. Endi Alloh taolo nimaga o'limingizni bildirmabdi, vaqtini yashirganligi sababi doim ibodat bilan o'limga tayyor turishligingiz uchun. Palon chislovda palon kun o'lasan desa, gunohlarni qilib shu oxirgi 10 yilda masalan ibodatni ushlab olardi odamlar. Masalanda endi sodda qilib aytadigan bo'lsak, shuning uchun Alloh taolo bekitdi. Va katama salatal wusta fi salawat. Va Alloh taolo o'rta namozni namozlarning ichiga yashirib qo'ydi. Janob payg'ambarimiz alayhisalom deydilar,
o'rta namoz dunyo va undagi narsalarda hammasidan yaxshi deganlar. Ba'zi hadislarda keladi, solatul vusto, solatul asr. O'rta namozi bu asr namozi deb ham aytganlar. Alloh taolo Qur'onda hafizu alas salavati vas solatil vusto, namozlarni muhofaza qiling va o'rta namozni muhofaza qiling degan alohida ta'kidlagan. Lekin qaysi uni Alloh taolo aytmagan, yashirgan. Nimaga? Hamma namozga astoydil bo'lib, balki shu o'rta namozdir deb odamlar hamma namozda astoydil bo'lishlari uchun. Xo'p, vaqtimiz qancha bo'ldi? Necha minut bo'ldi? Alloh taolo